eng arzonida, eng arzon narxda Honda Cryder avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 59 ming kilometr masofani bosib o'tgan, lyukli, full varianti. Kraskasi mana shu joyda pitno bor ekan, yaxshilab qarasa o'zi bilinyapti ham. Kichkina bir xari chiqmaydigan deyaptilar. Xo'p, udar-budar yo'q ekan, ichiga umuman o'tmagan ekan. Shu qirilgani uchun sepilgan ekan pitno, o'zining firmeniy diskalarida, balonlari o'rtacha. Xo'p, laboylari butun ekan. Sonsiz ashnili yopishtirib qo'yishibdi. 5 kulchovoy do'stliklari bor, etkamli lyuklari bor, salonlarning holati ham yaxshi turibdi. 59 ming probeg uchun vobshe zo'r turibdi. Pultlari hamma olib ko'rishingiz mumkin. 59 ming probeg, qanaqa kam ko'sti yo'q, texnik holati zo'r deyaptilar, bemalol ko'rib tekshirib ovrasizlar. Honda Cryder lyukligi 2023 59 ming yurgan, bitta kichkina pitnodan tashqari boshqa kraskasi yo'q. Umuman ishi yo'q ekan, tekshiravurasizlar. Eng arzonda olib mazza haydashingiz uchun bu mashinani 12300 ga beraveramiz, ulgurib qolinglar, bosib yuboringlar.